Qadrli aka-uka, opa-singillar, Gruziyada turk restoranida ish bor. Qanaqa ish o'rinlari mavjud desangiz, birinchi o'rinda power kerak, ya'ni universal power. Power shashlikni har xil turlarini pishira bilish kerak va undan tashqari boshqa ovqatlarni, milliy taomlarni hammasini qila bilishligi kerak. Powerni shartlari shundan iboratki, bu yerda turk va rus tilini yaxshi bilish kerak bu restoranda. 30% bilaman, 50% bilaman, eplab ketaman, tortib ketaman, hunarim yaxshi, muncha yil hech qanaqa unaqa gap kerak emas. Bu yerda konkretna tilni biladigan va o'ziga ishonadigan power kerak. Va turk restoranida ikkita ofitsiant kerak va ofitsiant chaqqon bo'lishi kerak. Ofitsiant ham rus tilida va turk tilida erkin muloqot qila bilishligi kerak va uborkaga bitta odam kerak. Uborkadagi ham xuddi shu tartibda turkcha va rus tilini mukammal darajada bo'lmasa-da, bemalol muloqot darajada o'zini fikrini bayon qilib tushuntira bilishligi kerak. Oyliklariga keladigan bo'lsak, universal power kuniga 100 lari oladi. Yeb ichish kafe hisobidan hisoblanadi. Qolgan personallarga ham ofitsiant va ya'ni temizlik deb bular nomlashar ekan. Shu temizlik, ya'ni uborka ishida ham hammasida ovqat beriladi, faqat yotoq joy o'zlaringizdan. Ularning oyligi kelsa, boshida 50 lari, ish soati necha soat desa, obeddan keyin soat 5 dan yoki 6 dan kechqurun 2 gacha, maksimum 3 gacha bo'lishligi mumkin. Boshida, chunki restoran yaqinda ochilgan, shuni hisobiga oylik 50 lari, chiviylari bor, boshqasi bor. Keyin restoran faoliyati yaxshi tartibda yurgandan keyin ish rejimi 12-13 soatlikka o'tib, oylik ham shunga yarasha ko'tariladi. Oylik qanaqa tartibda beriladi? Xohlasangiz kunlik olasiz, xohlasangiz haftalik, xohlasangiz oylik. Siz qanday tartibda xohlasangiz, shunday tartibda bular sizga oylik beradi. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Gruziyaga qanday borsam bo'ladi, nima qilsam, sizlar bir videoni oxirigacha ko'rib olinglar. Qanday kelishlaringiz, qancha rasxod, qanaqa tartibdagi hujjatlar qilish kerakligi hammasi aytilgan. Hozir tekshiruv qattiq kuchli bo'lgan. Shuni hisobiga imkon qadar 90-95% turist ekanliklaringizni isbotlab berishliklaringiz shart.